Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar. Assalomu alaykum. Farg'ona tumanidan Sirelis MCJ rahbari va ta'sischi bo'laman. Bizning tashkilot hul meva va muzlatilgan mevalarda eksporti bilan shug'ullanadi 100%. Asosiy eksport geografiyamiz bu Bolqon davlatlari, bu Xorvatiya, Chernogoriya, Albaniya va Yevropa davlatlariga to'g'ri keladi. Rossiya va qo'shni mamlakatlar bilan ish olib bormayapmiz bugungi kunda, chunki narx sifati darajasi bo'yicha, segmenti bo'yicha to'g'ri kelmagani sababi uchun 2025-yilda 1 million dollarga yaqin eksport amalga oshirdik. Ammo o'zimizning shaxsiy ishlab chiqarishimiz yo'q, faqat sotuv bilan shug'ullanamiz. Mening taklifim quyidagicha edi. Davlatimiz rahbari ham o'z chiqishlarida aytib o'tib ketganlar. Mamlakat miqyosida ko'plab bino inshootlar, omborxonalar, muzlatgichlar bank balansida qolib ketgan va ular muammoli loyiha bo'lib turibdi, aktiv emas. O'shani agar vaziyatdan barcha nozik jihatlarni inobatga olgan holda o'sha binolardan bittasiga Farg'onada dostуп bersangiz agar, bizlar o'shani o'zimizning mablag'larimiz orqali ishlatsak, endi qonunchiligimiz ruxsat bersa agar, banklar o'zlari ham o'sha eksportga ulushdor bo'lishsa, bizlar o'zimiz rekonstruksiya qilamiz o'sha binolarda, o'zimiz eksportini 100% ga amalga oshiramiz. U o'zi ulushdor, u uni balansida yotibdi. Endi balansda yotibdi, lekin hozirgi kunda uni boshqaruvga ham beradi, arendaga ham berishga huquqi bor. Lekin hozirgi vaziyatdan kelib chiqib biz banklarga murojaat qilyapmiz. Bank faqat aktivini sotishga anav qilyapti. Men aktivni olgin, men anav qilmayman, chunki operatsiyonkadan qochishyapti. Biz tadbirkor sifatida qo'l cho'zyapmiz. Kelinglar, mana shuni yurg'izdiraylik, o'zimizning mablag'larimiz orqali оборудование olib kelamiz, o'sha yerda ishlatamiz desak, yo'q deb, keyin ikkinchi sababi bozor narxidan ozginagina shirilgan narxlarni qo'yishyapti. O'sha bizlar sotib olamiz desak, aylanma mablag'imiz muzlab qolyapti. O'shanga taklifim shu edi, birinchi taklifim. Hozir mana birinchi taklif. Taklifingiz uchun kattakon rahmat. Men bo'lmasam buni bilasa bularni Markaziy bank raisi o'rinbosari Abrom Zolimovman. Bizda bo'lmasam juda ham yaxshi taklif. O'zi bizda to'g'risi banklar balansida juda ham ko'p bunaqa aktivlar bor. Uni qanaqa qilib realizatsiya qilishga qiynalib yuribmiz. Buni hozir men yuqorida ham aytdim, 9 ta bank rais o'rinbosari ham shu yerda, buni Markaziy bank, Farg'ona viloyat boshqarma boshlig'i ham shu yerda o'tiribdilar. Sizga hammasini spiskasini beramiz. Mana siz bitta bankka borganingizda u bitta banknikini bergan. Men sizga butun Farg'ona viloyatidagi o'sha bank balansidagi hamma obyektni ro'yxatini beraman. Farg'ona viloyat Markaziy bank boshlig'i bilan birga o'tirib bittasini tanlaymizda, banklar bilan qanaqa usloviyada kelishamiz, siz bilan o'tirib kelishib olamiz. Ruxsat bersiz Jamshid aka. Gosaktiv bilan biz hozir o'sha viloyatdagi hamma saytlarga tarqatamizda. Bularda mavjud. Xuddi shunaqa qilsak bo'ladi, hozir tizimli bo'ladi o'shunda. Bank masalan biz Shavkatjon aka bilan gaplashgandik bu masalani. Olib bizni 2-3 ta viloyat hokimligining saytiga ham qo'yamiz. Investitsiya boshqarma sayti, unda dasha Telegram kanallarimiz, Facebookda nimalarimiz hamma joyga tarqatamiz. Bu o'z-o'zidan effekt beradi. Rahmat. Endi Jamshid Abduhakimovich, ikkinchi masala bor. Bu bizning dip korpusimizga tegishli masala. Bizlarning 70% eksportimiz o'sha Bolqon davlatlariga Moldova orqali boradi. Moldova hozir oxirgi paytlar mana shu 1 oy, 1,5 oydan beri bu endi siyosiy tus berish kerakmi bilmayman, yukimiz boryapti, chegarada qolib ketyapti. Sifat bo'yicha masala yo'q. Hech qanday laboratoriyalardan qilmagan. Faqat sortir anaqasi, stiker markirovkasi, nega sen tashqi qismga yopishtirgansan, uni ichki qismga yopishtirishing kerak deyapti, tartib bo'yicha. Qaysi standart bo'yicha, qaysi tartib bo'yicha degan savolga javob bermayapti. Ularning tashkilotining nomi ANSA ekan. ANSA degan tashkilotlari. Keyin buni yechimi nima? Mayli, bo'lmasa ruxsat ber, biz tushirib o'sha yerda qaytadan qilamiz desak, ruxsat bermayapti. O'zimizning xaridorimiz omborxonamizga olib borib qilamiz desak ham ruxsat bermayapti. Ular ikkita yechim beryapti. Yoki qaytarib olib ketasan mahsulotingni, yoki utilizatsiya qilasan, lekin mahsulot qiymati 50 ming dollardek narsa. Men shu masalalar bo'yicha Moldovaga kim javob beradi, Nodir? Rossiya, Ukraina Kiyevdagi elchixonaga biz xat yozib chiqdik. Xatga bizga hozir Rossiyami? Tak, Shams. Assalomu alaykum. Jamshid Abduhakimovich, uzr, Moldovaga Ukraina adashmasam, mas'ul bizda Armeniya, ikkinchi davlatimiz. Ukraina bormi?
Jamshid buni o'rganib, hammasining masalasini beramiz. Qatnashmayaptimi Ukraina? Ulanganmi? Ukraina, marhamat. Yo'q, ulanmagan-ku. Nimaga ulangan? Bilmagan u. Demak, Ruxsat bersangiz o'rganib, yordam bering. Yo'q, sen o'rganmagin, topshiriqni yetkazdirgan. Bular endi u sarson bo'lib yotibdi bularning mashinasi. U utilizatsiya qilib o'zi chirib ketadi. Jamshid aka, bizlar bu masalani operatsion tarzda endi elchixonalarga yozib, lekin hal qildik bu masalani. Endi keyingi partiyalarimiz boryapti, ular aytgan markirovkani biz qilyapmiz. Bo'lmasam hozir topshirig'ingizni yetkazdiradi Nodirjon. Keyingi partiyalar borganda ham qarayapti, aylanib qarayapti, markirovkadan prидираться qila olmayapti-yu, yukni tushirtirib, yana qarab, yana boshqatdan ortib, shunaqa bir O'zbekistondan kelayotgan mahsulotlar yana qilyapti, shunga bir e'tibor qaratsangiz. Rahmat. U ANSA degan kompaniya bilan gaplashsin borib. Nodir, o'zi borib kelsin elchi sifatida. Nimaga bizning mahsulotlarga bunday bir ko'rsin, davlat bor uning orqasidan, ega bor deb, bularni sarson qilmasdan. Rahmat. Marhamat.